Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlarga ajoyib daraxt ko'rsatamiz, videoda o'tkazib yubormanglar. Dizayn qilmoqchi bo'lganlar uchun mana shtampli klyon. Juda ham chiroyli holatda. Bu yasillar ham bor, shtampli holatda mana piramidalnisi ham bor. Klyonlarni. Bu esa beryozalar, katalfa daraxtlari mana katalfalar. Bu ham shtamp bo'ladi, stollari tekis. Mana qopi bor bularda. Yozda ham ekish mumkin bo'ladi. Qoplab qayta ko'milgan. Erta bahorda. Mana uni qaranglar, chiroyliligini. Shtamp klyonda. Bu ham gabaritli. Stollari tekis. Mana salqinda ham zo'rini beradi. Ekinlarga, landshaft, yo'l bo'ylariga moqchi bo'lganlar mana tashkilotlarga olishinglar mumkin. Katalfalarimiz ham o'sha yaqinda juda ham chiroyli holatga keladi. Hozir mana klyonni sizlarga ko'rsatgim keldi mana. Juda ham chiroyli shtamp holatda. Qadrli obunachilar, videoga bitta like bosib qo'yamiz. Mehnatlari uchun.